Tasavvur qiling, ikki inson bir eshik oldida turibdi. Eshik ortida katta imkoniyat bor. Birinchi inson eshikka qaraydi va bu menga o'xshagan odamlar uchun emas deydi va ketadi. Ikkinchi inson esa xuddi shu eshikka qarab, qanday qilib kirishim mumkin deb so'raydi. U kalit izlaydi, boshqa yo'l qidiradi, o'rganadi, urinadi. Balkim birinchi marta eshik ochilmas, lekin u yana urinadi. Yillar o'tib, ularning hayoti butunlay boshqacha bo'lib qoladi. Savol: eshik haqiqatan ham ulardan biri uchun yopiqmidi? Yo'q. Farq eshikda emas edi. Farq ular nimani mumkin deb ishonganida edi. Chunki odamlar ko'pincha o'zlarining haqiqiy imkoniyatlariga qarab emas, imkoniyatlari haqidagi ishonchlariga qarab harakat qiladilar. Bugun biz siz bilmasdan kelajagingizni boshqarayotgan narsa haqida gaplashamiz. Ongingizdagi ko'rinmas chegaralar haqida. Ko'rinmas shift. Ba'zi odamlar hayotda ko'rinmas shift ostida yashaydilar. Ular menga o'xshagan odam uchun shu darajaning o'zi yetarli deb o'ylaydilar. Hech qanday devor yo'q. Hech kim ularni to'xtatmayapti. Hech kim bundan yuqoriga chiqma demayapti. Lekin ular o'zlariga shunday deyshadi: bizga o'xshaganlar bunday ish qilmaydi. Menda yetarli qobiliyat yo'q. Mening oilamda hech kim bunday natijaga erishmagan. Menda kerakli tanishlar yo'q. Men uchun endi kech. Bunday muvaffaqiyat boshqalar uchun va oxir-oqibat ular harakat qilishni to'xtatadilar. Muammo shu yerda boshlanadi. Chunki siz imkonsiz deb hisoblagan narsangiz uchun kurashmaysiz. Siz hech qachon ochilmaydi deb o'ylagan eshikni taqlatmaysiz va asta-sekin ishonch chegaraga aylanadi. Dunyo qarashingiz sizning linzangizdir. Dunyo qarash shunchaki fikrlar yig'indisi emas. Bu siz dunyoni, o'zingizni, imkoniyatlaringizni, muammolaringizni va kelajagingizni qanday talqin qilishingizni belgilaydigan ichki tizimdir. Bu ko'zoynak taqishga o'xshaydi. Linzani o'zgartirsangiz dunyo boshqacha ko'rinadi. Bir inson muammoni ko'radi, boshqasi imkoniyatni. Biri nega bu ishlamaydi deb so'raydi, boshqasi bu ishlashi uchun nima qilishim mumkin deydi. Biri mag'lubiyatga uchrab, men buni qila olmayman deydi. Boshqasi bu usul ishlamadi, boshqa usulni sinab ko'raman deydi. Muammo bir xil, javob har xil. Nega? Dunyo qarash boshqa. Dunyo qarashingiz qayerdan kelgan? Siz hozirgi dunyo qarashingiz bilan tug'ilmagansiz. U shakllangan. Oila ta'sirida, muhit ta'sirida, ta'lim ta'sirida, do'stlar ta'sirida, madaniyat ta'sirida, hayotiy tajribalar ta'sirida, muvaffaqiyatlaringiz, mag'lubiyatlaringiz va odamlarning siz haqingizda aytgan gaplaringiz ta'sirida. Bir bola bolaligidan sen qodirsan degan gapni eshitib o'sadi. Boshqasi esa qayta-qayta sendan hech narsa chiqmaydi degan gapni eshitadi. Yillar o'tib, ular bir xil qiyinchilikka butunlay boshqacha munosabat bildirishlari mumkin. Biri men bir yo'lini topaman deydi, boshqasi men uddalay olmasligimni bilardim deydi. Eng qizig'i shuki, biz ko'pincha o'zimiz ishongan narsani tasdiqlaydigan dalillarni ko'ramiz. Agar dunyoda imkoniyatlar ko'pligiga ishonsak, imkoniyatlarni izlay boshlaymiz. Agar dunyo bizga qarshi ekaniga ishonsak, buni tasdiqlaydigan dalillarni izlaymiz. Dunyo o'zgarmagan bo'lishi mumkin, lekin uni qanday ko'rishimiz o'zgardi. Eng xavfli jumla. Siz eng ko'p qaysi gapni takrorlaysiz? Men qila olmayman. Menda yetarli pul yo'q. Mening ma'lumotim yetarli emas. Mening yoshim o'tib ketgan. Mening tanishlarim yo'q. Menga o'xshaganlar muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Ehtiyot bo'ling. Chunki ba'zi gaplar shunchaki gap emas. Ular qarorga aylanadi. Qarorlar harakatga aylanadi. Harakatlar odatlarga aylanadi. Odatlar esa natijalarni yaratadi. Shuning uchun ba'zan kelajagingiz katta qarordan boshlanmaydi. U kichik bir ishonchdan boshlanadi. Menga o'xshaganlar. Eng xavfli ishonchlardan biri menga o'xshagan odamlar bunday natijaga erisha olmaydi. Lekin o'zingizdan so'rang, nega? Bu haqiqatmi? Yoki siz shunchaki shunday fikrlashni o'rganib qolganmisiz? Balkim ota-onangiz ma'lum bir darajaga yetgandir. Bu siz uchun maksimal daraja degani emas. Balkim oilangizda hech kim biznes qurmagan. Bu siz ham qura olmaysiz degani emas. Balkim atrofingizda hech kim universitetda o'qimagan. Bu siz ham o'qiy olmaysiz degani emas. Balkim atrofingizdagilar bir xil chegaralarni qabul qilib yashashgan. Siz ularni qabul qilishingiz shart emas. Avvalgi avlodning chegaralari keyingi avlodning taqdiri bo'lishi shart emas. Orzular yetarli emas. Lekin bu yerda muhim bir ogohlantirish bor. Faqat ijobiy fikrlashning o'zi yetarli emas. Shunchaki men millioner bo'laman deb aytish muvaffaqiyat yaratmaydi. Sog'lom dunyoqarash harakatga olib keladi. Fikr: men o'rgana olaman, keyin o'rganasiz. Fikr: men bu ishda yaxshiroq bo'la olaman, keyin mashq qilasiz. Fikr: mening bugungi darajam oxirgi darajam emas, keyin mehnat qilasiz.
orzu sizga yo'nalish beradi. Kuchli dunyoqarash chegaralaringizni kengaytiradi. Intizom esa sizni u yerga olib boradi. Harlan Sanders. Harlan Sandersning hayotiga qarang. U mukammal sharoitlarda boshlagan yosh tadbirkor emas edi. U biznesda muvaffaqiyatsizlikni boshdan kechirdi. Kasbini o'zgartirdi, rad javoblarini oldi. Uning eng mashhur biznes muvaffaqiyati ham yoshligida kelmadi. Kentucky Fried Chicken tarixi Sanders 60 yoshdan oshganida mashhur bo'la boshladi. O'ylab ko'ring. Ko'pchilik bu yoshda yangi narsa boshlash uchun endi kech degan bo'lar edi. Lekin u davom etdi. U restorandan restoranga yurib, o'zining tovuq tayyorlash retseptini taklif qildi va qayta rad javobini oldi. Lekin u rad javobini men qila olmayman degan dalil sifatida qabul qilmadi. U davom etdi. Oxir-oqibat uning retsepti dunyodagi eng tanilgan restoran brendlaridan birining asosiga aylandi. Bu hikoyaning sabog'i shunchaki, hech qachon taslim bo'lmang emas. Bundan ham chuqurroq saboq bor. Bir payt kelib, inson shunday qaror qilishi kerak. Mening hozirgi sharoitim kelajagimni belgilash huquqiga ega emas. Yoshingiz salohiyatingizni avtomatik ravishda belgilamaydi. O'tmishingiz kelajagingizni avtomatik ravishda belgilamaydi. Bugungi holatingiz qayerga borishingizni avtomatik ravishda belgilamaydi. Bugungi holatingiz qayerda turganingizni ko'rsatishi mumkin, lekin qayerda tugatishingizni aslo ko'rsatmaydi. Dunyo qarashingizni sinab ko'ring. Endi navbat sizga. O'sish jurnalingizni oching. Quyidagi jumlalarni davom ettiring. Men hech qachon qila olmayman. Menga o'xshagan odamlar qila olmaydi. Mening eng katta cheklovim agar menda bo'lganida hayotim boshqacha bo'lar edi. Men sinab ko'rishdan eng ko'p qo'rqadigan narsa bu. Endi eng muhim savol, bu haqiqatmi yoki men yillar davomida olib yurgan ishonchmi? Paradigmani o'zgartiring. Paradigma o'zgarishi voqelikni talqin qilish usulini o'zgartirishdir. Masalan, menda bu qobiliyat yo'q. O'rniga, men hali bu qobiliyatni rivojlantirmaganman. Men uchun endi kech. O'rniga, men turgan joyimdan boshlashim mumkin. Mening sharoitim bunga imkon bermaydi. O'rniga, menda bor imkoniyatlar bilan nimani boshlay olaman? Men muvaffaqiyatsizman. O'rniga, ba'zi urinishlarim muvaffaqiyatsiz bo'ldi, lekin men hali ham o'rganyapman. Bu muammolar yo'q deb o'zingizni ishontirish emas. Bu voqelikni inkor qilish emas. Bu yaxshiroq savol berish. Nega men qila olmayman degan savol o'rniga keyin nima qila olaman deb so'rash. Sizning vazifangiz endi o'sish jurnalingizni oching. O'zingizdagi bitta cheklovli ishonchni tanlang, uni yozing. Keyin 3 ta savolga javob bering. Bu ishonch qayerdan paydo bo'lgan? Uning haqiqat ekanini tasdiqlaydigan qanday dalil bor? Agar bu ishonch noto'g'ri bo'lsa, men uni nima qilishni boshlar edim? Endi esa muhim qismi 7 kunlik tajriba. Keyingi 7 kun davomida shu ishonchingizga qarshi chiqadigan bitta kichik harakat qiling. Biror narsa o'rganing, kimdandir maslahat so'rang, qo'ng'iroq qiling, kurs pochtan, kitob o'qing, yangi odam bilan tanishing, imkoniyatga ariza bering, birinchi qadamni tashlang. Sizga 7 kunda butun hayotingizni o'zgartirish shart emas. Siz o'zingizga bitta narsani isbotlashingiz kerak. Sizning hozirgi chegaralaringiz haqiqiy chegaralar bo'lmasligi mumkin. Yakun. Hayotingizda ko'plab devorlarga duch kelasiz. Ba'zilari haqiqiy bo'ladi, lekin ba'zilari faqat ongingizda mavjud bo'ladi. Eng xavflisi esa siz ularni hatto devor deb tanimaysiz. Siz ularni reallik, hayot shu, menga o'xshaganlar bunday qila olmaydi, endi kech deb ataysiz. Lekin agar ularning ba'zilari fakt emas, balki shu ishonch bo'lsa-chi? Shuning uchun bugun o'zingizdan so'rang. Hayotimdagi qaysi chegaralar haqiqiy, qaysilari esa faqat ongimda? Chunki ehtimol sizga birinchi navbatda yangi imkoniyat kerak emasdir. Ehtimol sizga dunyoni boshqacha ko'rish kerakdir. Fikrlaringiz harakatlaringizni shakllantiradi. Harakatlaringiz odatlaringizni shakllantiradi. Odatlaringiz esa kelajagingizni shakllantiradi. Shuning uchun dunyoqarashingiz ustida ishlang. Chunki siz kelajagingizni avval ongingizda qurasiz. Muvaffaqiyat qonunlari. Agar siz kuchliroq va qobiliyatliroq insonga aylanishni istasangiz, keyingi qonunni o'tkazib yubormang. Har bir qism siz qurayotgan insonning yana bir g'ishtini qo'shadi. Seriyani kuzatib borish uchun obuna bo'ling va bugungi o'sish jurnalini bepul yuklab olib, vazifani bajarishni unutmang.